Bormay ota. Boy ota, ana yetimcha keldi. Chiqaversinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yerroq kel. Assalomu alaykum boy ota. Xo'sh. Nimaga kelding? Shunday o'zim. Sizni ko'rgani keldim boy ota. Sog'inib qoldik. Xabar olib kelgin deb yuborishdi. Yaxshi, yaxshi. Barakalla. Sen meni oldimga bekorga kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nega kelding? Haligi ayollar bayrami 8-mart yaqinlashib qopti. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi 8-mart bo'lsa nima bo'pti? Xotinlar jo'natishdi boy ota. Sovg'a olishga qiynalmasinlar deb nima kerakligini aytib yuborishdi. Kim sovg'alar ekan? 8-martga. Hamma erkaklar sovg'a olishi shart ekan. Ular ko'pchilik bo'lsa, qaysi biriga sovg'a olib beraman? Hisoblab chiqishdi. Hovlingizda 22 ta ayol bor ekan, hammasiga bittadan iPhone olib berar ekansiz, xo'jayin. Ey bola, o'g'lingga qarab gapir. iPhone necha pul turishini bilasanmi o'zi? Axir hammasiga sotka olib berganman-ku. Sotka modadan qopti. Nimaga modadan qolar ekan? O'ylab gapirasanmi? Bo'lmasa-chi, hali bog'chapalarga shampan, maktab o'qituvchilariga gul bilan kanika olib berish kerak. U yaramas. Nima deyapsan? 18 tana bilan bog'chaga chiqsa, 12 tasi maktabga borsa, hammasiga qandoq qilib yetkazaman? Boy ota hali institutdagi ayol domlalar ham bo'ylab turibdi. Tuzukroq sovg'a bermasa sachib qo'ymaydi. Voy, yo Parvardigor. 22 ta iPhone, bog'chaga shampan, maktabga konyak. Institut domlari ham bor hali. 8-mart deysanmi? Yana kim qoldi? Sovg'a olmagan. Oyligim yetadimi? Ro'yxat katta, xo'jayin. Hali quda taraf ham bor. Xafa bo'lishadi. Pulchi, pul. Qaynanalaringiz qoldi. Qayni singillaringiz ham bor. Xolalaringiz ham bo'ylab turishibdi. Ammalaringiz ham umid qilib yotishibdi. Yig'lamang boy ota. Bir kunlik 8-mart o'tadi ketadi. Turib, fazaring